qaynonammi deb, qaynotammi deb turmushim yomon deyotgan erkaklar. Sizni ota-onangizni ayolingiz qo'lidan kelgancha hurmat qilishga harakat qiladi, ko'yniga qarashga harakat qiladi. Sizlar nimaga qaynonanglarga bir qo'ng'iroq qilib yoki bir ayolingizni olib borganingizda uylariga kirib birpas ularga yoqadigan bir mavzularda gaplashib, bir chiroyli muomala qilmaysiz. Sizni ayolingiz adajon, oyijon deb murojaat qilish kerak. Nimaga sizlarga nima deydi bir xuddi bir zapadloga o'xshab ada demayman, men oyi demayman deb unaqa o'ylaysizlar. Nimaga? Haqiqat qani bu yerda? Sizni bir umr ota-onangizni adajon, oyijon deb ayolingiz hurmatini qilishini xohlayapsizmi? Siz ham qo'ng'iroq qiling, ada qalaysiz, oyijon qalaysiz? Yaxshi yuribsizmi deb bir qo'yniga qarab erkalatib qo'ying. Kuyovim telefon qildi deb qaynona shunaqa xursand bo'ladi, ishoning, uydagi u bolalaridan ko'proq sizni yaxshi ko'radi. Telefon qiling, oyi yaxshimisiz, nima gap, nima xizmat deng. Ayniqsa shu qaynonaga bir umr sizni xizmatingizni qiladigan insonni yetishtirib, katta qilib sizga berib yubordi-yu. Yana so'kishni bilasizlar onadan, aynan onasidan. Lekin sizni onangizga behurmatlik qilsa, kerak bo'lsa urasiz-ku ayolingizni. Uni onasini ham, otasini ham hurmat qilinglar, adajon, oyijon deb gapiringlar bir erkakchasiga. Qalaysiz deb. Ana o'shanda o'rtangizda birorta muammo bo'lsa, yo meni kuyovim yaxshi bola deb sizni yoningizga oladi. Oilangiz tinch bo'lishini xohlaysizmi? Oilaviy muammolarni oldini olishni xohlaysizmi? Obuna bo'ling, kuzating.